Aslan aka, kino ko'rib ishlasham mazza. Albatta mazza-da. Bizga o'xshab ishlab turib, sizdan kino ko'rib ishlagan bo'lasiz-ku. Bugungi ishlarimiz nima bo'ldi akam? Xo'p, bugungi ishlarimizni endi shogirddan so'raymiz. Abdumali, bugungi ishlarimiz nima bo'ldi? Hop, bularga Windows ustanovka qilinib, driverlar qo'yilib, o'sha game klubga olib ketishga tayyorlandi. Aka, mana 540 Hz monitor qayerga qo'yiladi? Bu 540 Hz mana unga qo'ymasa 9600 XDR5 16 operativka RTX 5060 Ti Aquaning keslarda даже buni monitorchilar bilan bu monitorga qo'ymasdan, bu monitorni bunga qo'ymasdan mana unga qo'yalaymi? Bu ham jayni yomon emas-ku. Bu ham 2060 Super 12100F 16 operativka 500 mHz SSD, bu ham Aquaning kesda. Bunga ham xafa bo'lmasligi uchun hech bo'lmasa 240 Hz monitor tanladik. Bunda 240 Hz monitor. Device-ga keladigan bo'lsak, даже общий zanimiz ham полностью беспроводной bo'lgan, simsiz, hamma narsa, даже avlodan mishkalar ham, avlodan F75 o'sha legendarniy klaviaturalar mana hammasi беспроводной, полностью беспроводной. Webxonaga keladigan bo'lsak, Rapudan VT2 Max eng mashina hozirgi holatda Superlight 2 Logitech bilan birga bir chiqishadigan zo'r deb bo'lmaydi, lekin o'sha urovni beradigan mishka. Xo'p, Redragon'ni bilgan biladi. 40-45 kovrik. Magnit avladan, magnitni bizni klaviaturamiz oq juda chotki yonadi и switchlari magnit, mexanik emas. Adashtirmaymiz. Bluetoothdan Renegade naushniklar juda mashina, basi hamma yog'i zo'r. Eng muhimi kezgo uchun mikrofon zo'r ishlaydi. Shu sababdan shu nima tanlangan. Hatto o'zim ham shunday ishlataman. Mana shu do'stlar, agar shu soha bo'yicha game klub ochish niyatlaring bo'lsa, qanaqa qilaman, kimga uchiraman, qo'rqmang, bizga aloqaga chiqa olasizlar. Game klublarni noldan hamma yo'qni o'zimiz ochib, mebel, hamma yo'q qanaqa razmerda hammasini o'zimiz bilamiz. Shu sababdan bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Game klublarni serverlari hamma yo'qni yig'ib, noldan полностью ishlatib, kaltini topshiramiz. Sizlar qilgan ishlaring bitta ishchini qo'yib, klientdan pul olish bo'ladi xolos. Qolgan hamma yo'qni bizga qo'yib bersangiz bo'ladi do'stlar. Podpisatsiya qilish esdan chiqmasin. Muhimi shu.